Mahallamizda qo'li kalta oila bor. Ko'z ostimga olib yuribdi. Shunga bir 10 million atagan pulim bor. Shuni bersam, nima maslahat berasan? 10 million rais buva. Endi rais buva ochiqni so'raganingiz uchun rahmat. Lekin 10 million katta pulda. Kattami? Endi 10 million baqara kichkina pul emas rais buva. 5 million bersam nima bo'ladi? 5 million uchun ham bitta odam bir oy ishlaydi. To'g'ri. Uning ustiga men shu mahallada shuncha payt yashab 5 millionga arziydigan, ehsonga arziydigan bironta odamni tanimayman, bilmayman. Demak 10 millionga arziydigan yo'q, 5 millionga arziydigan yo'q. 1 million bersamchi? Ehsonni eshitishimga qaraganda 1 so'm ham ehson, 10 so'm ham ehson deyshadi. To'g'ri. Ehsonni katta kichik bo'lmaydi deydi. Shu 10 million, 5 million, 1 million qilib bu cho'ntakka jabr qilmang. Shu ehson qiladigan odamingiz qo'liga shunday olib, ukajon, mana bu 50 ming so'm, bitta iftorlikni puli, chin ko'ngildan senga chiqarganim, ehsonim deb berib qo'ya qoling, tamom. Eng qulay, eng ma'qul shu. 50 ming so'm bersam bo'ladi? Bo'ladi. Rais buva, Gapingni jon bor. Bo'lmasa shu issig'ida berib qo'ya qolay, ha? Ha? Hozir. Mana o'sha pulni egasi sen eding-da. rais buva, Duosi qo'yasan. rais buva.